танцуют все. Рукав сказки скрипнула дверь. Все мне ясно стало. Shohir! Voy tentaklar, men nimaga shohni mazasi yo'q desam, bular ham ko'rib o'tiribdi. Shohxo'rlar! Shohir! Nima bo'ldi? Chaqirtirgan kuyovlikka nomzodlaringiz kelibdi. Ularni nima qilaylik? Nechta? Ha, ikkita. Chaqirtirganlar, ko'raylik, huzurima chaqirtir. Bo'ldimi? Jonkalarim, toycholarim. Yo'q, Mubi, rostmi? Hammasi tuman kayfiyat. Kuyovlar qani, kuyovlar? Shohim mana kuyovlar. Bularmi? Ha? Aman bular oldi, bo'lmish bo'lsa kerak deylar. Yo'q, ana shular kuyovlar. Shohim tanishing birinchi nomzodimiz Avrupalik Ivan. Keyingi nomzodimiz esa O'zbekistonlik Matqul. Bu o'zbeklar bilan azlashib bo'lmaygan shohim. Bular qanaqa xislati bor? Bilmayman, ana uni qo'li yamoqqa taqgan. Hozir o'zidan so'rab ko'ramiz, shohim. Shohim, Ivanning qo'lida shamchirog'i bor ekan. Agar qizingizni bersangiz, u sizning 3 ta tilagingizni bajoga keltiradi, shundaqmi? Cho deb molga aytasan. Darmet, men vazirman. Keyingisi. O'zing tanishtir, nima xislating bo'lsa, men sen yoniga bormayman. Shohim, menda 1261 bor. Sizni xohlasangiz bir lahzada Toshkentga, Samarqandga va Dubayga eltishim mumkin. Ya'ni istaganingizcha tilagingizni bajo keltiraman. Yo'q-ku qizim. Yo'q. Ana shuni olib beraman, O'zbek olib bergan. O'zbek olib beraman. Men ham taksi xizmat ochaman, menga bering undan ko'ra. Sen bu o'qimay. yetib chiqolsayding, oh muhabbat osmoniga, oh